Sure Yusuf tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatli ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Elif, Lam, Ra. Bu Roşen kitabının ayetleridir. Şübhisiz ki silahını düşen son dep, onu Arapça Kur'an kılıp nazil kıldık. Bu Kur'an'ni sana vahiy qilish orqali eng chiroyli qissani sana bayon qilib beramiz. Buningdan burun bu qissadan haqiqatan bexabar eding. Öz vaqtida Yusuf öz atasiga: "Ey ata, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim" dedi. Atasi, ya'ni Yaqub alayhissalom: "Ey oğlum, tushingni qarindoshlarga aytmagan, sana suiqasd qilib sanmasin. Şeytan insonga haqiqatan oshkora dushmandir" dedi. Shuningga, ya'ni sana ulug' tush ko'rsatganiga o'xshash Rabbing seni payg'ambarlik tanlaydi. Sana tush tabirini bildirdi. Ajdodlaring İbrahim, İshaqlarga ilgari Allah özünün ulug' ne'matini berganidek sanamı Yaqub avladigimi özünün ulug' ne'matini berdi. Şübhisiz ki Rabbing öz merhametiga kimning loyiq ekanligini obdan bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'uchilar uchun Allah'ın kudretini gösterip verdiğin hakikat nurgun alametler var. Hakikaten nurgun alametler var. Öz vaxtida ula Yusuf ve onun qarindişi yani Binyamin atımızga bizden mi söyümlükdür. Halbuki biz küçlük cemaatırmız. Atımızın o ikisini bizden artık görüşü elbette roşan hatadır deyişti. Ula Yusuf'ni öldürüp etinglar yoki onu yiroq bir chet joyga tashlab etinglar. Shu chaqda atanglarning muhabbati sizlarga qoladi. Bu gunohdan keyin tavba qilib yaxshi odam bo'lib ketsizlar deyishdi. Ulardan biri so'z qilib: "Yusufni o'ldirmanglar. Agar uni otasidan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlab etinglar. Uni yo'ldan o'tgan karvon elib olsin" dedi. Ula aytdi: "Ey atamiz, nimishqi Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Halbuki biz uningga haqiqatan yaxshi niyatimiz. Ati uni bizga qo'shib qo'ygin, yeb ichib o'ynab kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz." Yaqub: "Uni ya'ni Yusufni elib ketsanglar, rostli xotirjam bo'lolmayman. Sizlar g'aflat qilib uni bo'ri yeb qo'yishdan ansirayman" dedi. Ular: "Biz kuchlik bir jamoat turuqliq, uni bo'riga yegizib qo'ysak, o chaqda biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz" dedi. Ular Yusufni elib chiqib ketgan va uni quduqqa tashlashni birdek qaror qilishgan chaqda biz Yusufga: "Kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni ularga uqmaydigan paytda xabar bersan" deb vahiy qildik. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. Ular: "Ey otamiz, Yusufni narsalarimizning yanida qo'yib yugurishga ketib qolibdi. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rost gap qilsaqmi, sen bizga ishonmaysan" deydi. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qonga bo'yab elib kelishgan edi. Yaqub: "Bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tirishimga Alloh madadkordir" dedi. Bu yerdan bir karvon o'tdi. Ular suvchisini suv elib kelishga avatdi. U suv g'isini quduqqa tashladi va "Xo'sh xabar,
Mana bir o'g'il bola dedi. Ular uni tijorat meli sifatida maxfiy tutishdi. Ularning qilmishlarini Alloh bilib turg'uchidir. Ular Yusufni sanoqliq bir qancha tangiga azam bahoda setib etdi. Chunki ular Yusufga qiziqmagan edi. Uni setib olgan Misrlik odam ayoliga uni yaxshi kutgin, bizga asqatar yoki bola qilib olamiz dedi. Shuningdek, ya'ni Yusufni quduqdan qutqizganimizdek, Yusufni Misr zaminiga yerlashtirdik. Uningga tush tabirini o'rgatdik. Alloh xohlagan ishni amalga oshirishga qodirdir. Lekin insonlarning to'lisi buni uqmaydi. Yusuf qironiga yetganda uningga hikmat bilan ilm ato qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni shundoq mukofotlaymiz. Yusuf turayotgan uydagi ayol, ya'ni Zulayxa, Yusufdan o'zi bilan munosabat o'tkazishni talab qildi. U eshiklarni taqib etib, "Beri kel" dedi. Yusuf, "Alloh panoh bersin. U, ya'ni ering haqiqatan mening xo'jayinimdir. U meni yaxshi kutdi. O'ziga zulm qilguvchilar haqiqatan nijot topolmaydi" dedi. U, ya'ni Zulayxa Yusufga yaqinchilik qilishga bel bog'ladi. Robbining ro'shan dalilini ko'rmagan bo'lsa, Yusufmi uningga moyil bo'lgan bo'ladi. Biz Yusufni gunohdan va sat ishdan ana shundoq saqladik. Shubhisizki, Yusuf bizning sodiq bandalarimizdan edi. Ularning har ikkisi Yusuf chiqib ketish uchun Zulayxa uni qaytirib kelish uchun eshikka qarab yugurishdi. Bu chaqda u, ya'ni Zulayxa, Yusufning ko'ngligini orqasidan tortib yirtib etdi. Eshik oldida uning, ya'ni Zulayxaning eri bilan do'qirishib kelishdi. U, ya'ni Zulayxa, sening ahliyangni dafsanda qilmoqchi bo'lgan odamni faqat zindonga tashlash yoki qattiq qiynash bilan jazolash kerak dedi. Yusuf, u, ya'ni Zulayxa mendan munosabat o'tkazishni talab qildi dedi. U, ya'ni Zulayxaning oilasidagilardan birisi guvohlik berib, Yusufning ko'ngliki oldidan yirtilgan bo'lsa, uning, ya'ni Zulayxaning so'zi rost, Yusufning so'zi yolg'on. Yusufning ko'ngliki orqasidan yirtilgan bo'lsa, u, ya'ni Zulayxaning so'zi yolg'on, Yusufning so'zi rost dedi. U, ya'ni Zulayxaning eri Yusufning ko'nglikining orqasidan yitilganligini ko'rib, "Ey ayollar jamiyasi, bu cho'qim sizlarning hilanglardir. Sizlarning hilanglar haqiqatan cho'ngdir" dedi. Yana aytdi, "Yusuf, bunu so'zlab yurmagin. Ayolim, sen o'z gunohingga kechirim so'ragin. Sen haqiqatan xatolashding." Shahardagi ba'zi ayollar Aziz, ya'ni Misrning vazirining xotini quliga ko'yib qilib, uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilibdi. Biz uni albatta oshkor ozg'on deb qaraymiz deydi. U, ya'ni Zulayxa, ularning gap so'zlarini anglab, ularga mehmondorchilikqa chaqirib, odam evet, ularga yo'linadigan takiya yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pichoq berdi. Zulayxa Yusufga, "Sen chiqib ular bilan ko'rishgin" dedi. Ular Yusufni ko'rib, hang-tang bo'lib qolishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular, "Bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamzod emas, faqat bir esil farishtadir" deydi. Ya'ni Zulayxa, "Mana bu sizlar uning uchun meni ayblagan yiliq odam. Men uningdan munosabat o'tkazishni talab qildim, lekin u o'zini chin saqladi. Agar u yanada buyruqimni qilmasa, cho'qim zindonga tashlanadi, cho'qim xor odam bo'lib qoladi" dedi. Yusuf, "Ey Rabbim, menga ular undigan narsadan zindon so'yimlikdir.
agar ularning hiylesini mendan dabi qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib, nodonlardan bo'lib qolaman dedi. Rabbi uning duosini ijobat qilib, ularning hiylesini Yusufdan dabi qildi. Allah iltijo qilguvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Ondan ular Yusufning begunoh ekanligiga doir pokitlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. Zindonga Yusuf bilan ikki yigit birga kirgan edi. Ularning biri men tushimda o'zimni haqiqatan üzümdən aroq siqiyotgan ko'ribdiman dedi. Ikkinchisi, men tushimda o'zimni haqiqatan beshimdan non ko'tarib turgan, nonni qushlar yeyotgan ko'ribdiman. Tabirini bizga aytib bersang, biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan, ya'ni tushki tabir bera oladiganlardan deb qaraymiz dedi. Yusuf aytdi: "İkkinlarga sirtdan tamoq kirishdan burun uning nima ekanligini sizlarga aytib bera olmayman. Bu Rabbim menga bildirgan narsalardandir. Shubhisizki men Allohga ishonmaydigan, oxiratni inkor qiladigan qavmning dinini tashladim. Men ajdodlarim İbrahim, İshaq, Yaqublarning diniga ergashdim. Hech qanday narsani Allohga shirik keltirish bizga loyiq emas. Bu Allah'ның bizge ve insanlığa kılgan merhametidir. Lekin insanların tolisi şükür kılmaydı. Türmedaş ağiniyle tarqaq köp ma'budlar yaxşımı ya ki kudretlik bir Allah yaxşımı? Sizlerinin Allah'ını koyup ibadet kılıvatqınınla fakat sizler özünla ve atı buvanla atı olgan butlarının ve gayrının namlarıyla ibaret. Allah Allah'ın şirki buluş doğrusunda hiç kandak delil düşürgünü yok. İbadet ve din barısında barcı hükümle fakat Allah kılı mensup. O sizlerini fakat özgili ibadet kılışkı buyurgan. Bu doğru dindir. Lekin kişilerin tolusu bunu bilmeydi. Türmedaş ağiniyle sizlerin birinla zindandan çıkıp hocayınıga arak koyup berdi. Yani saqilik vazifesini yutaydı. Yani birinla dargı isildi. Kallasını kuşlar yeydi. Sizler soğurgan işler hüküm kılınıp boldu. Yusuf ularning ichidagi o'zining qutulishig'a ishongan birisiga, ya'ni Saqiga, meni xo'jayinimning oldida aslab qo'ygan degan edi. Xo'jayinining oldida Yusufni aslab qo'yishni shayton uningga untildirdi. Shuning bilan Yusuf zindonda bir necha yil yetib qoldi. Podshoh aytdi: "Men haqiqatan tushimda 7 urug' kalining 7 semiz kalini yeb ketganligini ve 7 yeşil başak bilan 7 quruq başakni ko'ribdiman. Ey arboblar, sizlar agar tush tabirini bilsanglar, bu tushimga tabir berib beqinglar." Ular aytdi: "Bu bir qalaymiqan tushgan, biz bunda qalaymiqan tushga tabir berishni bilmaymiz." Heliqi ikkisidan türmeden qutulgan ve uzak müddetin keyin Yusufni asligen kişi, "Men sizlarga bu tushning tabirini aytib bera olmayman. Meni Yusufning yiniga avatinglar" dedi. Uni avatishdi. U turmaga berib Yusufning yiniga kirdi-da: "Ey rostchil Yusuf, 7 urug' kalining 7 semiz kalini yeb ketganligini ve 7 yeşil başak bilan 7 quruq başakni ko'rib tushigan tushning tabirini bizga aytib bersang, men uni kishilarga, ya'ni podshohga va uning davlat arboblariga xabar qilsam, ular sening fazlingni, bilimingni bilsin" dedi. Yusuf aytdi: "7 yil üzüldirmey tarixchilik qilinglar. Algan usulinglardan yeyish uchun azg'inisini xamon tepgandan tashqari qog'inini mit tushib ketmaslik uchun boshqa bilan qo'yinglar. Shuningdan keyin qahatchilik bo'ladigan 7 yil keldi. Bu yillarda
ilgiri toplab algan açlıkınlardan uruqluq üçün saqlab qoyulduğan azgınısıdan başqa hammasini yep tügütsizler. Şuningdan keyin molchilik yillar keladi. Uningda ho'l yig'in ko'p bo'ladi. Kishilar mevalardan turli ichimliklarni siqib chiqaradi. Saqi podshohga berib, Yusufning uning tushiga bergan tabirini aytgandan keyin podshoh uni oldimga ilib kelinglar dedi. Podshohning elchisi Yusufning oldiga borganda Yusuf elchiga xo'jayiniga qaytib berib, uningdan heliqi qo'llarini kesib olgan xotinlarning ishini bilamdi so'rab baqqan. Shubhisizki, mening Rabbim bularning hiylasini obdan biladi dedi. Podshoh heli xotinlarni yig'ib va o'zining xotinini chaqirib, sizlar Yusufdan munosabat o'tkazishni talab qilganinglarda haqiqiy ahvolinglar qanday bo'lgan dedi. Ular Alloh paktor Yusufda azroqmi gunoh bor deb bilmaymiz dedi. Azizning xotini. Endi haqiqiy ahvol oydinlashdi. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. Yusuf haqiqatan rostchilardan edi dedi. Yusuf aytdi. Bu ya'ni podshohning elchisini qaytirib etganligim aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligini va xoinlarning hiylesini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini bilib qilishi uchundir. Men o'zimni aqlamayman. Nafsi degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuriydi. Rabbim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Mening Rabbim haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Podshoh Yusufni oldimga ilib kelinglar, uni o'zimning xos odami qilaman dedi. Yusuf uning bilan so'zlashayotganda u sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchlik odamsan dedi. Yusuf, meni Misr zaminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan u boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman dedi. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Xohlagan bandalarimizni rahmatimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib etmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni tanidi. Ular bo'lsa Yusufni tanimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan keyin aytdi. Sizlar mening oldimga atı bir ukanlarni, ya'ni Bunyaminni elib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Agar uni mening oldimga elib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar. Ular biz uni otasidan so'rab sening oldingga elib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim mushunda qilamiz dedi. Yusuf xizmatchilarga ularning bizdan ochliq setib olgan mol-mulklarini yuk taqinlarining orasiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni tanib qaytib kelishi mumkin dedi. Ular otasining oldiga qaytib borganda, ey otamiz, Misrning xazinadori bizga qayta ochliq bermas bo'ldi. Hukmimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga avatkin. Shunda qilsang ochliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz dedi. Yaqub ularga aytdi. Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindishi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir. Ular yuklarini ochganda ochliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytirib berilganligini ko'rdi. Ular, atimiz, biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulklarimiz bizga qaytirib berilibdi. Hukmimizni elib, yana basaq oilamizga ochliq elib kelamiz.
hukmimizni muhofazat qilamiz. Bir to'yga ochliqni ortiq qilamiz. Bu ya'ni bir to'yga ochliq podshoh uchun ozg'ina ochliqdir dedi. Yaqub aytdi. Bunyaminni qo'g'dashda hammanglar halok bo'lmasanglar, cho'qim men qaytirib elib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib, chin va'da bermagicha uni sizlar bilan billiq avatmayman. Ular ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. U yana ey o'g'illarim, Misrga minglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiringlar. Allohning hukmi oldida men sizlardan hech narsani deb qila olmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qilg'ichilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda bu Allohning hukmi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi. Xolos. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egisidir. Lekin kishilarning to'lisi bilmaydi. Ular ya'ni Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda Yusuf ukisini quchoqladi va men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmag'in dedi. Yusuf ularni ehtiyojli ochliq bilan ta'minlagandan keyin qadahni ukisining yuk ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakachi kelib, ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar deb to'g'ladi. Karvondagilar ularga qarab, nimanglarni yo'qtib qo'ydinglar dedi. Ular podshohning tamg'isi besilgan qadahni yo'qtib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir to'yga ochliq berildi. Men buning kepil dedi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun emas, buzg'unchilik qilish ekanmidik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ular ya'ni Yusufning xizmatchilari sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukinglardan chiqib kelib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chi dedi. Ular uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz mushundaq jazo beramiz dedi. Ular Yusufning ukisining yukini aqtirishdan ilgari ularning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukisining yukidan qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukisini elib qola olmaydi. Lekin Alloh uning shunda qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'tirgandek yuqori darajalarga ko'tiramiz. Har bir bilimdor ustida uningdan bilimdor zot bor. Ular agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi. Lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukisi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi dedi. Ular ey Ali janob zot, uningdan ayrilolmaydigan bir qiyratisi bor. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgin. Biz seni haqiqatan yaxshilik qilguvchilardan hisoblaymiz dedi. Yusuf Allah saqlasin. Narsimizni kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birisini elib qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chatrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: "Atanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatoliginglarni bilamsizlar? Atam menga ruxsat qilmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha bu yerdan hargiz ayrilmayman.
Allah en adil hüküm kılgıçıdır. Sizler qaytib ketip atаңlar bilen körüşüңlar. Andın aytıңlar ki, ey atımız, senin oğlun rastlı oğurluk kıldı. Biz fakat bilgen nersimiz üstüdüler guvahlık beriyatımız. Biz gayibni bilmeymiz. Yani sana vədi bergen çeğimizde onun oğurluk kılıdığanlıqını bilmedik. Biz turgan şehirden, yani Mısır'dan ve biz bilen bildim mağan karvandan sonra bakkan. Bizning sözümüz çokum rast. Yakup et. Undaq emas. Nefsinla sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyliqcha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqam qilib berishni Allohdan tilayman. Allah haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Yakup ulardan yuz o'rib, "Est Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqirib ketdi. Yani ikki ko'zi ko'mas bo'lib qoldi. U to'lib taşqan ochiqini ichiga yutgan edi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, hasratdan halok bo'lishga tas qoladigan yoki halok bo'ladigan bo'lding, dedi. Yakup aytdi: "Men qayg'u hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman." Ey oğullarım, beringlar, Yusufni ve onun ukisini izlanglar. Allah'ın rahmetinden naümid bo'lmanglar. Şübhisiz ki fakat kafir kavimler Allah'ın nimetinden ümitsizlindi. Ular Yusuf'ның qishig'i kirganda, ey Ali Cenab Zat, bizge ve ailemizge açıqchilik yetdi. Aldığın nachar o'tmas mallar bilan kelib qoldik. Bizge yeterlik ochlik bergin. Bizge sadiq qilgin. Allah sadiq qilg'uvchilarni haqiqatan mukofotlaydi, dedi. Yusuf: "Sizlar nadan vaqtinglarda Yusufga va uning ukisiga nimalar qilganliklarini bilamsizlar?" dedi. Ular: "Sen rastlı Yusufmu?" dedi. U: "Men Yusuf, bu mening inim. Allah bizga marhamat qildi. Kimiki haqiqatan taqvodorlik qiladigan, sabr qiladigan, yaxshi mukofotga erishadi. Chunki Allah yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi", dedi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, Allah seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik, deydi. Yusuf aytdi: "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Allah sizlarni kechirsin. Allah eng marhamatli zotdir. Sizlar mening bu ko'nglimni elib berib, atamning yuziga tashlanglar. Ko'zi ichiladi. Bütün aylangdikilarni elib mening yanimga kelinglar", dedi. Yusuf alayhissalom: "Men cho'qim Yusufning hidini", Yakup alayhissalom: "Men cho'qim Yusufning hidini elyotaman. Sizlar meni oljib qolgan demaydigan bo'lsanglar, Yusufni albatta hayot deydim", dedi. Ular, yani Yakup'ның nevrelari ve yenidi kişiler. Allah'ның namı bilen qasamki, hakikaten sen tehi yanıla burunqi qaymıqışыңda ekansan, dedi. Hoş xabarchi kelib, ko'nglakni Yakup'ның yüzüge tashladı. Onun ko'zi içildi. Yakup: "Men sizlarga Allohning bildirishi bilan sizlar bilmagan narsalarni bilaman demaganmidim?" dedi. Ular: "Ey atimiz, günahlarımız için bizge mağfiret tilegin. Biz hakikaten hatalaştık", deydi. Yakup: "Rabbimden sizlarga mağfiret tileymen. Allah günahlarını hakikaten mağfiret kılgıçıdır. Bendilerge mehribandır", dedi. Ular Yusuf'ның aldığı kirgende, Yusuf ata anasını quchoqladi ve Allah xolisa Mısır'a aman esen kiringlar, dedi. Ata anasını taxtida yenida o'ltirg'izdi. Ular shohlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga sajda qilishdi. U: "Ey ata, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir. U tushimni Rabbim haqiqatan rostiga chiqardi. Rabbim meni zindondan chiqarish bilan
qarindoshlarım bilan mening oramni shayton buzgandan keyin sizlarni sahrodan bu yerga ilib kelish bilan menga ihson qildi. Rabbim xolig'inni ishga oshirishga haqiqatan tadbirlikdir. U haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Rabbim menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tushda berini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon petimchi qabzroq qilgan. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgan dedi. Mana bu, ya'ni Yusuf qissasi bir qism g'ayb xabarlar bo'lib, biz uni sana vahiy qildik. Ular, ya'ni Yusufning qarindoshlari uningga qarshi chora tadbir tuzib bir qarorga kelishganda sen ularning yanida yo'q eding. Sen gerçi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Qur'onni tabliğ qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga shirik keltirib turib ishinidir. Ya'ni Allohni yaratquchi, rizq berguchi deb ixro qilish bilan birga boshqa narsalarga cho'qinadi. Ular Allohning azobidan biror jazoning o'zlariga tushishidan yoki ular sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'lmamdi? Amin bo'ldimi? Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va men ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir, men mushriklardan emasman. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib, ularga vahiy qildik. Ular, ya'ni payg'ambarlarga chin putmigachilar, ya'ni yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgarikilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Ahiret yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmamsizlar? Hatto payg'ambarlar qavmining iymon etishidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chaqda ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xohlagan odamlarni qutqizdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. Ularning qissasidan aql egillari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas. Lekin u o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Hamma narsani inchiki bayon qilguchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir.